Ona suti tarkibida infeksiya bo'lsa, bolani emizsa bo'ladimi? Ha, albatta bo'ladi. Yevropa va Amerikada ona suti tarkibida infeksiya bor yoki yo'qligini aniqlashmaydi. Faqatgina mastit kasalligida aniqlanishi mumkin. Dunyodagi barcha onalar sutlari olinib tekshirilganda, ularning hech birining suti steril, toza holatda bo'lmaydi. Ona suti orqali bolaga turli xil bakteriyalar, foydali va shartli patogen bakteriyalar o'tadi. Bular bolalar organizmi uchun foydalidir, ya'ni oshqozon ichak traktini yaxshi ishlashi uchun zarur bo'lgan mikroorganizmlardir. O'zingiz o'ylab ko'ring, bola 9 oy davomida sizning organizmingizda yashadi va organizmingizdagi barcha infeksiyalar bilan tanishib, do'stlashib oldi. Tug'ildi, onasini emishni boshladi. Lekin ona suti tarkibidagi infeksiya bolaga to'g'ri tushmas ekan. Ya'ni bolaga yomon ta'sir qilishni boshladi. Lekin bola bu infeksiya bilan 9 oy oldin tanishib bo'lgan edi. Ammo lekin qaysidir zavodda ishlab chiqarilgan sun'iy sut bolaga o'z onasining sutidan yaxshiroq ta'sir qilar ekan. Qani bu yerda mantiq, nimadir noto'g'ri ketmadimi? Nahot 9 oy qornida katta qilib yurgan ona bolasini tug'gandan keyin o'z suti bilan, ona suti bilan katta qila olmasa? Dunyo bo'yicha deyarli 60% onalar o'z bolalarini umuman emizishmaydi. Emizayotgan 40% ham to'liq emizishmaydi, ya'ni ham semez, ham ko'krak suti orqali katta qilishadi.